3-chi palatadagi bemordan xabar oling. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelinglar Botirjon. Va alaykum assalom. Yigitni qattiq kaltaklashibdi. Hamma yoq mamataloq bo'lib ketgan. Qovurg'alari ezilgan. Ko'p qon yo'qotgan. Yaxshiyamki bir yo'lovchi uni shu ahvolda ko'rib qolib, mashinasida bu yerga olib kelibdi. Rahmat o'sha odam. Yaxshiyam shunday odamlar bor. Bo'lmasa yer allaqachon ostun-ustun bo'lib ketadi. To'g'ri aytasiz. Qani, kelinglar. Mana o'sha yigit. Qalaysiz uka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz jinoyat qidiruv bo'limidanmiz. Men kapitan Botir Ahmedov bo'laman. Bu kishi kapitan Doniyor Hasanov. Bu kishi katta leytenant Baxtiyor Shukurov bo'ladilar. Ismingiz nima uka? Jasur. Familiyangiz? Adamshin. Qayerda yashaysiz? Shaharda. Gulzor ko'chasi 2-uyda. Uydagilarga xabar berdingizmi? Ha, xabar berdik. Kelishyapti. Meni mashinamni o'g'irlashdi. Kim? 2 yigit. Qayerda? Uchovul qishloqdan qaytayotganimizda Mashinangizning rusumi qanaqa edi? Nexia. Sariq rangli. Siz kirakashlik qilasizmi? Ha, shunday.